yıl mana Şinjan usulunda kök pilonka astı, kızıl pilonka, yeşil pilonka astına paxta ektik. Şunun bilen bir katarda zira ösümligini görüştü, makul gördük özümüze. Aldım bir ikkilendik, bu boladı mı, bo'lmaydi mı? Çünkü bu to'g'rida hech qanday ma'lumotga, tajribaga ega emasdik. Şunu bir tecrübe tarikasında iyi gördük. Buna juda yaxshi bugungi kunga rivojlanishi. Bunga hech qanday qo'shimcha xarajat qilmadik. Şu g'o'zaga qilingan xarajat g'o'za ekish bilan bir vaqtdagi faqat urug'ini olganmiz. G'o'zaga berilgan mineral o'g'itlar, shunga qilingan barcha agrotexnik tadbirlar bilan bu ekin ham vegetatsiya davri o'tib yana pishish arafasini yaqinlab kelyapti. Taqaning ko'p tarmoqlarida jumladan mana tibbiyot sohasidan ko'p narsada foydalanadi ekan. Shuning uchun o'zimiz shuni iyi ko'rdik. Mana rivojlanishi, o'sish vegetatsiya davri juda biza ma'qul kelib turibdi. Xudo xohlasa yaqin arada yig'nashtirib olib, bundan ham daromad ko'ramiz degan niyatdamiz.